Asıl bazı kalır bu tripani. Bu içeremezdi. Yer video başlanıp çıkıyor. Assalamu alaikum hürmetli aboneler. Sizler bilen bugün flash olamaz. Sizler beni asasi kanalımda. Sizler tezde kanalga abone olayım ve like basayım. Biz bugün bir dolu gibi olmasıyla yağmur yağardı. Atmosferi просто так uдар bu qoldi. Ahıcımlara nimamda qarab o'tirdim balkonda mazza obunachilar. Shuning uchun mazza qilib o'tiribman. Hozir kirganga e'tibor bermanglar. Uyda videoda ekanman. So'rashyapti. Và Crow qarang obunachilar. Crowga bir baho berib qo'y. Boom. Ko'rdinglarmi? Ashyo zo'rman ekanmi? Mo Crow bittosam bo'ldi. Yomg'ir pang'illar otini qiladi. Obunachilar. Biz hozir yerda oldiga boramiz. Shuning uchun bo'pti katta. Ketdik. Nima bo'ladi? Biroq kim o'lyapti? Deydi. Qani. Hech narsam yo'q. Do'konimni kalitini solib qo'yaman. Endi bo'lsa pastga tush. Nima bu tushmayapti? Sakrab tushaman men dedi. Mana bu yerda olsa mening o'zimning shaxsiy qurolim. Mana men svetni o'chirib qo'yamiz. Ketdim. To'xtaylik, bir yo'l tomorqamda ishlarni olib qo'yaylik. Keyin menga kerak bo'ladi. Qani bundami? Yo'q. Yog'och. Ammo temizligi qoladi ekan hamma. Yaxshi. Yo'q, bo'lsa bizning qishloqning xaritasi. Mana kalit uyimga olib qo'yaman nima qilgan. Davay. Ne qilamiz? Voy! Menga kilki kerak emas. Ozgina xato qilib qo'ydim. Obunachilar uzr. Kerak bir yo'l ozgina tosh kerak edi. Menga kerak. Toshim ko'p ekan. Mana buni olib qo'yamiz. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Xo'sh. Endi bo'lsa ketdik. To'xta, do'konimga kalitini nima olib qo'ydim? Merdovdan keyin do'konga borishim kerak-ku. Do'konni kalitini birga olamiz. Nima uchun qurol oldim desanglar, men qurol do'konini boshlaman. Qurol do'konim bor desam, qurol ham sotaman, lekin boshqa narsalar ham. Mebel. Yo'llarga e'tibor bermaysizlar, ham berga aytdim, u yerda asfalt qilgan bu yerda. Yo'q. Qani, kerakchi. Salom. Men video ekanman. Shu yoqqa. Ketdi u qishloqlardan so'raymiz. Faolini ishlab olaydi merda. Keyinroq qishloqlardan so'raman. Voy. Kim kirgan bo'lishi mumkin? Meni faol. Nimaga sabrlar o'smagan va maytdagi siqani? Yana mas jitellar. Jitellar shunaqangi hayrat bo'lib ketyapti obunachilar. Hatto chirigan kartoshka ham tushamiz shunaqa paytda. Qarayroq bo'lsa. Oltinimdan qo'llashdi.
Ay. Bana. Aldım. İyi. Berbata düştü. Erkence. Şimdi gelme yağmur bana etiketti. Laptop benim canımın hareketteyim ola canımın lekim ama bugün dördün çağatırı da canım merge bana benim akçaydım. Şunun için abonesi de vay Allah sette gekeme hop da gittim. Şimdi yanamaya yağmurdan etiketti. Yağmur bulan etiketti. Dükkanımda numara nasıl? Numaranın duyulmaması gerek. Bazılarım ben yıkayım. Böyle şeyler inmiştim bir kere. Laptop great. Oldu. Ne olsa canım benim oluyor bana. Bundan aldım. Bana bunu olamam. Ne olacak? Ne oldu? Hasıllar istedim. Hasıllar istiyor. Evet dedi. Bana obunachilar mana men do'konga kelganim pauza bo'lib qolibdi. Mana bu bizning do'konimiz va bu mening uyimda ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, bu sotilib ketadigan qurol va mana bular ham qaranglar qanday zo'r qurollar. Do'konimdan olib chiqdim. Mana bu bo'lsa sniper deyib boshqacha versiyasi. Вообще zo'r qaranglar. Tak. Ağzı qarab turuyor. Şimdi şeyde mişik qotamiz. Tak. Yetmedi. Endi tegdi. Ma qurol bo'lsa вообще zo'r qurol. Bu qurol kimdir de tesiri ko'rdi. Ya, o'ta cho'chqa ko'rdim. Mana. Oş. Bitti ok bilan yo'yapti bu. Ko'rdinglarmi? Lekin o'qi bitta bo'ladi. Mana bu qurolni ham men yaxshi. Juda yaxshi ko'raman. Og'zimcha baland emas. Mana obunachilar, buni nuqtasi juda ham kichkina. Mana obunachilar. Aytgancha meni oldiga borishim kerak-ku. Qurollarim turib qolsin. Sal qolsa esimdan ham chiqib ketardi. Men o'zimda qurolimni olib olaman. Kelasi videoda iloji so'z do'konimni ham ko'rsataman bunachilar. Mana bu mening do'konim, temir eshigi bor. Qani
Yana mer yo'q. Ana jitlar fark edildi. Ay jitlar to'xta. Jitlar. Ay jitlar nimaga gaplashyapsiz? Salom Flash, eshitmadingmi? Men boshqa qishloqqa merlikka saylanibdi. Bizning qishloqda endi mer yo'q. Rostdan hammi? Albatta. Biz o'zimiz nima qilib mer saylamoqchimiz. Kimni saylaysizlar? Nomzod topyapmiz. To'xta, sen qaysi qishloqda mer bo'lganmisan? Yo'q, umuman mer bo'lmaganmanmi? Hoy, jiten nimani gaplashyapsizlar? Biz ikkovimiz saylovdamiz, shuning uchunki bugundan sen shu qishloqning meri bo'lasan. Biz ikkovimiz seni saylaymiz. Rostdan hammi? Hamma jitenlar rozi bo'ladimi? Albatta, rozi bo'lmasa nima iloji bo'ladi ularni? Ular mer bo'lishga yaramaydi. Bo'pti unda. Bugundan sen mersan. Salom. Qani endi borib do'koningni qaramasang ham bo'ladi. Endi menda uyim va ishxonam seni nomingda. Bo'pti, yaxshi qol, men ketdim. Bo'pti. Obunachilar eshitdingizmi? Men 101-qishloqda meri bo'ldim. O'zi men yaqindan kelib, mana bu uyni sotib olib, undan qurollar topib, ana do'konni ochgan edim. Lekin shuncha vaqt ichida bunday bo'lishini kutmagandim ham. Hattoki qaranglar qanchalik omad bu. Davay mendan endi xohlagan ishimni qilsam bo'ladi. Demak, tak $100. Xo'sh, bo'ldi, hamma meni mer deydi. Endi vat stol yo'q-ku. Men nimaga o'tiradi? Davay, stol olib kelaman. Uyimda bir qancha men do'konimda stollarga buyurtma ham tushgan edi. Mana endi obunachilar shunday qilib video tamom. Sizlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosib qo'yinglar va ko'rishinglar. Kelasi qismda biz shu qishloqni juda ham o'zgartiramiz. Shu videoga 200 like yig'sang, 200 like bo'lsa, biz buni keyingi videoyimda men shu qishloqni shunchalik o'zgartiraman, hattoki janob mer mabodo kelib qolsa ham jinni bo'ladigan darajada. Shu bilan video tugadi.